Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. 2025-yil 21-may baliqlarni men tashlaganimizga ham 1 oydan ozroq o'tyapti. Mana yem berdik. Kech soat 7:15. Yana yegindi. Yarim soatdan keyin shom bo'ladi. Mana yemlarni qanaqa qilib maza qilib yeyishyapti. Muzikani qaranglar, muzikani. Maza, nihoyatda. Mana baliqlar. Maza qilib baliqlar. Yemlarni. Tolomon qilib yeyapti. Bitta qo'ymay yeygan. O betiga kepaylar chiqib qolgan, shularni ham bitta qo'ymay yeygan. Qoldirmaydigan bular. Nihoyatda yeygan. Makka buğday bilan kami ko'rma qilib beryapmiz. Maza qilib yeyishyapti. Tagidaylarni ham yeydi, o betidagi kepaylar ko'rinyaptimi? Shulardan bitta qo'ymay yeydigan. Ana o balolar suzib yuribdi. Ana, ona tomondan nihoyat ko'payib ketdi. Kattaytirib ko'rsatyapmiz. Yaqinroq olib beraman. Ko'ryapsizlarmi azizlar? Muzikani qaranglar, muzika. Nihoyatda. Yo'q. Yemlar yeyapti. Bu ham bir manzarada, bu salqin, havo toza. Kimlardir qiziqadi shu. Baliqlarni yem-yemish, baqalarni qichqirib. Baqalar tovushlarni qarang. Muzikada besplatni. Usiz muzikalar. Mana baliq. Tamam. O yaqinroq yerda ko'rsatavering. Shamon bo'lib qoladimi? Yakunlaymiz endi azizlar. Bu yil boshladik mana birinchi. Bu yil sinov, birinchi yil baliq boqishimiz. Aziz musulmonlar, aziz birodarlar, aziz obunachilar, duoda o'qib turinglar. Alloh barakatli, xayrli, barakatli qilaversin. Duoda ish ko'p, duoda ayamanglar. Biz ham qo'limizdan kelganicha videolarni ko'rsatib boraveramiz. Muzikalar qaranglar, bu muzika. Nihoyatda tinch. Mashinamiz ham turibdi. O tomon ama tollarni ikki chiroyli qilib qo'ydik. Mana kavartayni orqa qilib chiqardik. Mana kavartaylar ham o'sha yo'q. Ona Sharxonsoy. Raishdan Yangarga o'tib ketadigan ko'prik yana. Chiqib ketaman dedi. Shom bo'lib qoladi endi azizlar. Uzrmi? Duo qilib turinglar, xayrli, barakatli qilib boshlagan ishlarimiz Alloh barakasini bersin. Dunyoda tinchlik bo'lsin. Yurtimizni, oilamizni, hammamizni tinch qilsin Allohim. Dunyoda tinchlik bo'lsin, yurtimiz, oilamiz tinch bo'lsin. Hammamizga Alloh sabr bersin, kuch-quvvat bersin, ko'p hamd sanolar aytib Allohga yuboraylik. Azizlar,
Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Nihoyatda yaxshi joylar. Muzikani qaranglar, muzika. Kimlardir yoqtiradi bu baqani ovozini, kimlardir vaqt yoqtirmaydi. Qarang. Hammasi bir-biriga bog'liqda bu narsalar. Mana balalar. Yemayapti. Yemayotganlar, solashib yeyapti. Har tomonlarga. Ana u narsalar. Tinch sog' salomat bo'laveringlar azizlar. Hammamiz Alloh bir-birlarning mehr-oqibatlarimizni yaxshi qilsin. Dardlarimizga shifo, umrimizga, rizqimizga barokatlarni bersin. Ko'p ham sanolar aytib Allohga yuboringlar azizlar. Tinch sog' salomat bo'laveringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.